Hammaga assalomu alaykum. Bugun Misrdagi Qizil dengizning mo'jizasi bo'lgan Beli ostrov, ya'ni Oq oroliga boramiz. Va umrimizda birinchi marta yaxtada dengiz bo'ylab sayohat qilib diving qilamiz. Kapitan, boshqarilayotgan shturval hamda dengizdagi mana shu atmosfera hamda vibe'ni faqatgina yoshligimda multfilm hamda kinolarda ko'rardim. Endi esa bularning barchasi meni haqiqiy hayotimda. Yaxtaga o'tirganimizdan mana shu inson bizga diving qilish qoidalarini o'rgatdi. Ishoninglar, shu insonni diqqat bilan eshitganchalik hattoki maktabimdagi o'qituvchimni eshitmagan. Keyin esa bizdan o'limimga roziman deb qo'l qo'ydirib olishdi. Hazillashdim, shunchaki sog'ligimizni tekshirishdi. Chiroyli fotosessiyalar qilib, diving qilish kerak bo'lgan joyga ham yetib keldik. Bu yerda xo'jayinim snorkeling qilish bilan ovora, bu yerda esa men diving qilish bilan. O'zimni videoga ola olmadim, lekin suv ostidagi mana bu mo'jizani oldim. Erim ikkalamizga diving qilish juda ham yoqib qoldi. Divingdan so'ng esa yaxtada taqdim etilgan ovqatlardan maza qilib iste'mol qilib oldik. Orzularim birin-ketin ushaldi. Birinchi marta osmonda samolyot ichida ham, yaxta ichida dengiz bo'yida ham ovqatlandik. Va Qizil dengizning mo'jizasi bo'lmish Oq orolga, ya'ni Beli ostrovga yetib keldik. Bu mo'jizani o'z ko'zlarim bilan ko'rganimdan juda ham xursandman. Bu go'zallikni his etib, fotosessiyalar qilib, chiroyli lahzalarni kameraga muhrlab, ortimizga qaytdik. Yaxtamizda taqdim etilgan mevalardan iste'mol qilib, yana bir bor chiroyli manzaralardan zavq olib, unutilmas xotiralar bilan qaytdik.